Qara, eri yil 12 oy kiyinib umri o'tadi. Bilmayman, erkaklar o'zi bir tuzuv ishlamaydi. Xuddi hokimiyatda ishlaydigandek har fasl 10 martadan kiyinadi. Men shuni oldim. Men buni oldim. Men buni kiydim, ani yechdim, qarang. Yana olib kelgan kiyimini xotinni deb bekitganini qara. Ha, debsiz. Hech narsa. Chodamlar deyim, ketib shoshamiz degan qara, aldab. Xonangizda kiyim paydo bo'lib qopti yangisi. Ukam olib bergandi. Sanginni ko'rsaman deb turdim degani qara. O bo'lganiga davno yangi kiyim shkafda yotadi, kiymaydi, uni qo'rqadi xotinidan. Kez bo'lsa ham olib beribdi kiyim. Voy! Bitta kiyim kiyganimni sen ko'ra olmading, meni ko'ra olmading. Men erkak bo'lib kiyinmayman. Men faqat mana shunaqa qilib sizlarni boqishim kerak. Faqat sen bolalaring bu hayotda. Boshqa hech kim yo'q. Men o'zim uchun bir mamloq ko'kragim kelib yashamay. Men ham kiymosam maylimi yo nima, men bo'lmish bo'lib yashashim kerakmi? Maylimi? Men ham yashay deganini qara. U har kuni yashayapti-yu bu. Kim buni yashashga xalaqit qildi? Ol kiymayman, ol deb o'zini ustiga eski futbolkani jirt etib yirtib, yangisini kiyish uchun o'ziga bunaqa imkoniyat yaratganini qara. Sen kiyin faqat bu hayotda. Seni kiymay yo'q, sen yetimsan deb xotinni deb qo'rqitgan. Bo'ldi deb qo'rqib ketganini qara. Yo nima qilay? Olib beraman, oyligim tushsin deb aldab yana 2 yil olib bermagan kiyim.